Qo'lim unaqa kichkina emas. Hamma Casio'ni kichkina soatlari tushirmaydi. Menga kattaroq soat kerak deganingiz uchun sizga Casio'dan gabariti katta original soat olib kelganmiz. Do'konda bitta dona, videoning oxirida narxini aytib o'taman. Bu soatimizni tashqi gabariti katta bo'lgani bilan, lekin dizaynlari o'sha chiroyli va sifatliligicha qolgan. Hop, bu soatimiz Casio brendiga tegishli original soatimiz bo'ladi. Soatimizning tashqi dizayn va korpuslariga e'tibor berasizlar, juda ham chiroyli va sifatli qilib ishlangan. Hop, soatimizning tashqi parametrlari haqida gaplashsak, oynalari mineral bo'ladi. Soatimizning korpuslariga keladigan bo'lsak, korpuslari remishoga va zastoshka qismlari zanglamas metal bo'ladi, ya'ni ranglari umuman o'chmaydi. Soat ichki qismida bittagina funksiyasi bor va yon tarafga knopka orqali regirovka qilsangiz bo'ladi. Hop, soatimizning dizaynlari haqida gaplash bo'ldi. Endi uni gabaritini katta qilib turadigan remishoklari haqida gaplashsak. Remishoklari ham shu tarzda chiroyli terilgan, zanglamaydi va ranglari o'chmaydi. Zastoshkasi bir taraflama avtomatik bo'ladi. Bu o'z o'rnida qo'lga juda ham qulay. Hop, bu soatimiz sotuvda bittagina shu rangga mavjud va buni sizlar bemalol boshlang'ich to'lovsiz Mayvashdan izohda yozilgan narxda xarid qilsangiz bo'ladi.